Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana sizlarga bugun 21 sotik bo'lgan xonadonimizni qisqachagina video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Bu xonadonimiz yurtlik manziliga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Begimroq mahalla fuqarolar yig'ini Olmazor ko'chasida joylashgan 21 sotikli xonadonimiz sotiladi. Sizlarga qisqacha video obzor bilan tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Bu ko'chamizning ko'rinishi. Ko'chamiz katta, keng, yo'l bo'ylab ham ancha, misol masofasini hisoblasak ancha metr chiqadi. Buni eslatib o'tamiz. Mana katta ko'cha. Chapga burilganda Arantriga oladigan bo'lsak, Begimroqdagi benzin zapravkani Arantriga olsak bo'ladi. Umumiy maydoni 21 sotik, undan oshiq chiqish ham mumkin. Bu kirish joyimiz. Kirganimizda bu tarafda 2 etajli zdaniya qurilishimiz bor. Polni огородimiz uzun bog' qilingan, tayyor hosilga kirgan uzun bog'lari bilan bu joyga albatta suvlar chiqarilgan. Bu uzun bog'ni sug'orishlik uchun bu joyda suvlarimiz mavjud. Chegaramiz ro'parada devorgacha bo'lgan chegaramiz. Albatta to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan bu joyimiz va asosiy ikkita hovliga bo'lishgan. Bu hovli отдельный kirish darvoza, отдельный hovli va bu tarafdagi hovlimiz отдельный hovli qilib ikkita hovliga bo'lib qo'yishgan. Albatta bu joyimizning kadastr hujjatlari ham ikkiga bo'lingan. Chegarani oladigan bo'lsak, bu joydan to'g'riga bo'linadigan holatda ikkita kadastr, bu taraf отдельный kadastr hujjat, bu taraf отдельный kadastr hujjati mavjud. Mana bu hovlimizga ham kirib ko'rsatib o'tamiz. Tayyor yashash sharoitiga keltirib qo'yilgan hovlimiz. Albatta buni bu joyda odam o'tirmagani uchun albatta qarovsiz holatda, lekin bitta uborka qilsa tayyor qurilish ko'chib kirib yashab bo'lmaydi, yashasa bo'ladigan sharoiti bor holatda. Katta yo'lga yaqin joyda joylashgan. Bu darvozaxona qismi, mana darvozaxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Примерно Yangi Qo'qon avtomagistral yo'lidan примерно bir 800 metr ichkariga kirgandagi holatdagi joyimiz. Shu Arantriga yana bir bor eslatib o'tamiz. Begimroqdagi zapravkani oldidan, benzin zapravkani oldidan kirib kelganda o'ng tarafdagi Olmazor ko'chamizda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Tayyor biznes, tayyor hosillari bilan bu joyni olib, albatta ko'chmas mulkning narxi kundan kunga oshyapti. Puli bor odam olib qo'yib, bu joyni примерно bir oradan 1 yil 2 yil o'tkazib, normalniy ustiga foyda bilan sotsa ham bo'ladigan joy. Tayyor qurilishimiz va shu ikki taraflamali hovlimiz. Albatta yana ko'chani ko'rsatib o'tamiz. Ko'chamiz ham tayyor oldiga zeleniy zonalar qilib qo'yishgan. Beton latoylar qilib, polni zeleniy zonalarimiz mavjud. Mana bu tarafda ham zeleniy zonalar mavjud. Yo'limiz albatta katta, keng, albatta aylanma yo'l. Hali mana bu taraf darvozaxona qismimiz. Mana bu tarafdagi ko'rinishimiz. Bu taraf katta, keng yo'l va bu tarafimizda ham mahalliy yo'l. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Bu videoni ko'plab uyqudirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.